Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzumiz 9-sinf jahon tarixi 3-mavzu. Gumanizm, G'arbiy Yevropada yangi davr madaniyati va fani mavzusi. Xo'p, ketdik. Demak, bugungi mavzumiz bo'yicha tanishib boshlaymiz. Xo'sh, davom etamiz. Yangi davr boshlarida Yevropaning ko'pgina mamlakatlari misli ko'rilmagan madaniy yuksalishni boshdan kechirdi. Qachon desa, yangi davr boshida. Fan taraqqiyotidagi yutuqlar kishilarning olam haqidagi tasavvurini o'zgartirib yubordi. Madaniy aloqalarni kengaytirishga imkon beradigan yangi ufqlar ochildi. Fan va san'atda ulkan o'zgarishlar yuz berdi. Olimlar, ijodkorlar ideal va namuna izlab antik madaniyatga murojaat qila boshladilar. Ilgarigi fan va adabiyot tili bo'lgan lotin tili o'rniga endi italyan, ispan, fransuz va shunga o'xshash xalqlarning tillari ham rivojlanaverdi. 16-asrda yashagan fransuz olimi, shoiri shunaqa she'r yozgan ekan. Men o'tmishni o'rganib o'zligimga yo'l topdim, nutqim bo'ldi tartibli, so'zlarim ko'p ma'noli. Men she'riyatda tartib, musiqada zavq topdim. Rimlik va Yunon kabi fransuz bo'ldi buyuk. Xo'sh, endi qarang. Antik davr so'zi antiquitas, ya'ni qadimgi degan ma'noni bildiradi. Qadimgi Yunon, Rim davri, Yunoniston va qadimgi Rim sivilizatsiyalarini eslatadi. Xo'sh, gumanizm. Xo'p, gumanizm uyg'onish davrida insonga nisbatan buyuk burilish ro'y berdi. Odamlar hayotning quvonchini qadrlashga o'rgandi. Tabiatga, jamiyatga, insonga yangicha qaraydigan bo'ldi. O'rab turgan olamga ilohiy emas, dunyoviy, insoniy qarash tarafdorlari gumanist, ya'ni insoniy degan ma'noni bildiradi. Xo'p, gumanistlar inson haqidagi o'rta asrchilik tasavvurlarini rad etadi. Xo'p, ular har bir insonning noyobligi va qadrini ko'rsatishga urindilar. Bilim va erkin fikr o'ziga yo'l ochib bordi. O'rta asrlardagi taqiq va cheklashlardan so'ng fan va san'at diniy taqiqdan chiqdi. Gumanistlar dastlab cherkov tomonidan ta'qib qilindi. Ularning asarlari yondirildi. Ammo 16-asrga kelib ko'plab ruhoniylar va hatto Rim papalari ham demak gumanizmga qiziqish bildirib va o'z erkin fikrini erkin namoyon qilish imkonini berdi. Gumanizm dastlab 14-15-asrlarda Italiyada paydo bo'lgan. Keyinroq boshqa mamlakatlarga ham italyan gumanistlarning izdoshlari va tarafdorlari paydo bo'ldi. Xo'sh, endi Italiya, demak, birinchi Italiyada bo'lgan ekan. Endi demak, Angliyada g'oyalarning donosi, siyosatchi va qirolning bosh vaziri Thomas More. Mana bu ga so'zi xatoda. Shunday demak, ga so'zi yo'q. Mana bu to'g'ri. Thomas More. Mana bu to'g'ri. Thomas More. Morga degan narsa yo'q. Thomas More 1478-yildan 1535-yilgacha yashab o'tgan. Xo'p, u o'z davrida ideal davlat namunasini asarida yozib qoldirgan va uni utopiya, ya'ni mavjud bo'lmagan yer deb nomlagan. O'shandan buyon mavjud bo'lmagan narsalar, hayoliy jamiyat haqidagi orzular utopiya deyiladi. Uyg'onish davri adabiyoti va san'atida o'z davrining buyuk ishlarini qildilar. Sahiy tabiat va insonning tabiat ularning har biriga ko'p qirrali noyob qobiliyat bergandi insonlarga. Bunday noyob qobiliyat egalaridan biri ingliz William Shakespeare. Xo'p, Shakespeare 1564-1616-yilda yashab o'tgan. U inson tabiatning ajoyib mo'jizasi deb fikr bildirgan.
Xo'p, Shekspir teatrga muhabbat qo'ydi. U ham aktyor, ham dramaturg sifatida ijod qildi. Shekspir insonlarni o'rab turgan olamni teatr, odamlarni esa aktyor deb tasvirladi. Shekspir kelgusi avlodlarga Otello, Gamlet, Qirol Lir hamda Romeo va Julietta kabi mashhur asarlarini meros qoldirdi. Bu davr adabiyotining yana bir yirik arbobi ispan yozuvchisi Miguel de Cervantesdir. Miguel de Cervantes 1547-1616-yillarda yashab o'tgan mashhur yozuvchi. Uning asari Don Kixot. U oxirgi qolgan, demak, Don Kixot ismli ritsarning, so'nggi oliyjanob ritsarning hayotini bergan. Xo'p, qarang. Men ozgina qolib ketgan. Shekspirning asarlari 1599-1464-yillarda Londonda faoliyat yuritgan Globus nomli teatrda sahnalashtirilgan. Asr boshida yog'ochdan yasalgan teatr yonib ketadi va qayta g'ishtdan quriladi. 1644-yilda Ingliz parlamentining qaroriga binoan ushbu teatr binosi buzib tashlanadi. Davom ettiramiz. Tasviriy san'at uyg'onish davrining yirik madaniyat arboblaridan biri, yana bir buyuk yozuvchi, shoir, shoir, musiqachi, ixtirochi. Qisqasi, siz 7-sinf O'zbekiston tarixida o'qigan bo'lsangiz, Abraham Beruniyga ham shunaqa tarix berilganki, uning qiziqqan sohasidan ko'ra qiziqmagan sohasini sanasak osonroq. Lekin aniq bir Leonardo da Vinciga unchalik aytolmaymiz. Chunki bu kishi baribir Beruniychalik juda ko'p narsaga qiziqmagan. Chaqaloq ko'targan Madonna asari bor, u muhim. Lekin undan ham muhimi, eng mashhur asari Mona Lisa. Ya'ni Gioconda ham deyiladi. U shunday yoqimliki, suratdan faqatgina insoniylikdan ko'ra ilohiy oziq olasan deb tasvirlagan ekan. Davom ettiramiz. Bu davrning buyuk rassomlaridan yana bir italyan Rafael Santi. 1483-1520-yillarda yashab o'tgan. U atigi 37 yil umr ko'rdi. Lekin o'z davrichida o'zining nomini yozdirib ketgan shaxs. U 60 Madonna asarini yaratgan. Unda mana rasm berilganmi yoki yo'qmi eslolmayapman. Bibi Maryam qo'lida Isoni ko'tarib o'tiribdi. U bulutlar ustida ketyapti. O'zini hayotidan mamnun, farzandining o'lim uchun tug'ilganini biladi, unga qarshilik qilmaydi. Xo'p, yana bir yozuvchi, rassom. Gollandiyalik Rembrandt Hermans van Rijn. Rembrandt asari adashgan o'g'ilning ortga qaytishi. Ushbu asarda sang'ib yurgan farzand barcha boyliklari tugagach ortga qaytgan va ota o'g'ilni kechiradi. Uyiga qabul qiladi. U o'z asarida ota o'g'lining uchrashuvi vaqtida aks etgan adashgan o'g'il uy ostonasida otasiga egilib turibdi. Otaning qo'llari esa farzandiga tegyapti. Uni ko'zi ko'r bo'lib qolgan, ammo o'sha o'g'lini his qilgandan o'ta xursand va o'g'liga cheksiz muhabbat tasvirlangan. Xo'p, endi haykaltaroshlik. Michelangelo Buonarroti, Michelangelo asari, masalan, David haykali. Xo'p, David haykali Injildan olingan voqeaga ko'ra yozilgan. David Devsifat Goliaf bilan olishgan haqida yozilgan. U o'sha asarga muvofiq haykalni ishlagan. Xo'p, insonning atrof olamga qiziqishi ortib bordi. Bu yangi davrning xususiyatlaridan biri bo'lib qoldi. Bu davrda olimlar fanda olamshumul kashfiyotlarni amalga oshirdilar.